Salom, sizlar bilan Shahar o'rtoqlar. Bugungi videomizda Xudo xohlasa juda ham ko'pchilikka qiziq bo'layotgan aynan Honor X8 telefoni haqida gaplashamiz. O'zi nimaga bu telefonga talab ko'payib ketyapti, juda ham ko'pchilik qiziqyapti desanglar, sababi narxi anchagina budjetni, lekin mana shu narsani evaziga Honor kompaniyasi xarakteristika jihatdan juda ham katta imkoniyatlarni ochib beryapti va aynan mana shu narsalarni bugungi videomizda to'liq ko'rib olishingiz mumkin. Va Telegram kanalimda sizlarga videomizni boshdan tavsiya qilib ketmoqchiman. U yoqqa o'tsanglar, telefoningizda PUBG Mobile yoki boshqa o'yinlarda qotadi bilaman. Optimizatsiya, 120 FPS qilib berish xizmati, AM, VPN, zalyot oshirib berish xizmati, shunga o'xshash barcha xizmatlarni arzon narxlarda qildirib olsanglar bo'ladi va ayniqsa AM qani maslahat beraman. Narxi 50 ming, ichida optimizatsiya tekinga bonusga qo'shib beriladi. Narxi juda ham arzon, lekin zalyotinglarni zo'r oshirib beradi. Telegram kanalimda vot ekraningizda uni chiqarib qo'ydim. Va bilaman sizlarga ham mendaqa prevyular kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, Timurning kanalini shunday ekraningizda chiqardim. Meni nomimdan shunday o'tinglar, skidka qilib ber, shahni nomidan keldim desanglar, chiroyli skidkalar обязательно qilib beradi. Kanalimga obuna bo'lib qo'ygan, vot videomizga like bosib qo'ygan bo'lsanglar, ana endi sekin videomizni boshlasak ham bo'ladi. Qani ketdik. Kelinlar, har doimgidek telefonimizning xarakteristikasidan tanishib chiqishni boshlaymiz. Displeyimiz AMOLED 677 dyum, to'laqonlik 120 Hz ni podдержка qilib beradi. O'zi sezdinglarmi, oxirgi paytda telefonlarimiz budjetli telefonlar bo'ladimi, o'rtacha budjetda bo'ladimi, unisini farqi yo'q. 120 Hz ishlab chiqarilish qanaqadir standartlashdimi yoki bu narsa bazaviy minimumga aylandimi? Absolutno hamma telefonimiz 120 Hz yoki undan baland Hzlarda ishlab chiqarilyapti. Bu telefonimiz o'rtacha budjetdagi telefon hisoblaganligi uchun ham 120 Hz bu tabiiy holat va bo'lishi ham kerak edi. Telefonimizning dizayn strukturasi juda ham chiroyli ishlangan va ranglariga keladigan bo'lsak, ochiq havo rang, seri va cho'rni, ya'ni qora ranglarda mavjud. Shaxsan o'zimga ochiq havo rang bilan qora rangga anchagina yoqdi. Protsessorimizga keladigan bo'lsak, bu telefonimiz protsessorga Qualcomm Snapdragon 6S ikkinchi genli chip joylashtirilgan. Albatta har doimgidek xavfsizligini mukammal darajada himoyalab qo'yilgan. 2 metr balandlikgacha bemalol tushib ketsa, telefonimizga hech narsa qilmaydi. Suvda va changda bemalol ishlab beradi. Operativ pamyatimizga keladigan bo'lsak, 8 GB ni tashkil qiladi. Pamyatiga keladigan bo'lsak, 128 talik va 256 talik versiyalari mavjud va aynan mana shu narsaga qarab narxi ham o'zgaradi. Endi telefonimizga batareya sig'imiga keladigan bo'lsak, aynan batareya sig'imi to'g'risi lично o'zimga juda ham yoqdi. Sababi 7000 mAh ni tashkil qiladi. Bu 1 kun va 1,5 kun davomida bemalol sizlarni xizmatinglarni qilib beradi degan. Agarda oramizda zadrotlar bo'ladigan bo'lsa, PUBG Mobile yoki shunga o'xshash shooter o'yinlarni bemalol 6 soatdan 7 soatgacha o'ynash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Albatta bu telefonimizga ham AI funksiyalari qo'shilgan. Aynan mana shu tugmani bosish orqali sizlar o'zingizga kerak bo'ladigan funksional, ya'ni AI funksiyalarni qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Kameramizga keladigan bo'lsak, asosiy kameramiz 108 megapikselni, frontalni, ya'ni selfie kameramiz 16 megapikselni tashkil qiladi. Rasmlar tushirganingizda o'zini AI generatsiyasi orqali rasmlarni yana ham tiniqroq va ranglarni yana ham chuqurroq ochib beradi. Video tasviriga keladigan bo'lsak, maksimal 1080 ga 30 ta kadrda video tasvirga olib bera oladi. Bu narsa o'rtacha normal, sababi bu telefonimizning narxidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu albatta qabul qilinadigan narsa. Endi o'yinlarga keladigan bo'lsak, to'g'risi o'yinlarda sizlar kutayotgan darajadagi professional qanaqadir 120 FPS yoki qanaqadir baland FPSlarni ochib bera olmaydi. Rostdan aytadigan bo'lsak, to'laqonlik 60 FPS ni podдержка qilib beradi. O'rtacha grafika va o'rtacha FPS. Giroskop to'liq ochib beradi. Agarda o'zingizlarning ehtiyojingizga, ya'ni shu o'rtog'inglar bilan, yaqininglar bilan, shu tanishinglar bilan shunchaki qanaqadir klassika matchlar yoki TDM o'ynaydigan bo'lsanglar, shu 60 FPS da normal o'ynasanglar bo'ladi. Endi bu telefonimizning narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bu telefonimizni bozor narxida o'rtacha 3 milliondan 3,5 million so'm atrofigacha bemalol topa olasizlar. Bu albatta telefonimizning pamyati va rangiga qarab o'zgarishi mumkin. Aytgancha, bu albatta telefonimizning yangi korobka holatdagi aynan ochilmagan versiyasining narxi. Agarda ishlatilgan ozgina o'sha korobkasidan ochib ishlatilgan holatini oladigan bo'lsanglar, bundan ham arzonroqga topa olasizlar. Mana telefonimiz haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lib oldik. Ana endi bu telefonimizni kimlarga ko'proq maslahat beraman, kelinglar mana shu haqida gapirib bersam. Birinchi navbatda, albatta, ishli insonlarga va talabalarga juda ham tavsiya qilaman. В целом, kundalik hayotda kim telefonlarni aktivni ishlatadigan har qanaqa insonlarga tavsiya qilaman. Har kimga tushib ketaveradi bu telefonimiz. Vot. Eng yoqqan taraflardan bittasi, eng plyus taraflardan bittasi sanab o'tsam, o'zimning fikrlarimni birinchidan hammamizga nima kerak bo'ladi? Telefonimiz kun davomida
qanaqadir har qanaqa vaziyat bo'ladi. Ishda bo'lamiz, o'qishda bo'lamiz yoki ko'chada bo'lib qolamiz, zaryadka to'ldirishga imkoniyatimiz bo'lmay qoladi. Ana o'shanaqa vaqtida biz hech qanaqasiga zaryadka muammosiga uchramaymiz. Sababi telefonimiz 7000 mAh bir kun, 1,5 kun davomida bemalol sizlarga yetib beradi. Zaryadkada o'zingizlar bilan olib yurmasanglar ham bo'ladi. Bu bo'yicha ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ikkinchi menga eng yoqqan taraflardan bittasi bu albatta kamerasi. Kamerasi 108 megapiksel, frontal ya'ni selfie kamerasi 16 megapiksel. Kundalik hayotda ishlatishga yetadimi? Yetadi. AI funksiyalari bilan juda ham ko'p chiroyli, sifatli rasmlarga tushirsanglar bo'ladi. Bu o'zimizning ehtiyojlarimizga yetadi. To'g'ri, qanaqadir professional nima desa bo'ladi, syomkalarni ola olmasligimiz mumkin, professional rasmlarni ola olmasligimiz mumkin. Bu albatta telefonimizni budjetidan olib qaraydigan bo'lsak, bu normal. Kundalik hayotimizga yetib beryaptimi? Sifatli rasmlarga tushirib beryaptimi? Bu это нормально уже. Ikkinchi menga yoqqan taraflardan bittasi, endi ishdan, o'qishdan, nima desa bo'ladi, charchagan vaqtlarimiz qanaqadir o'yinni o'ynagimiz keladi-yu. Ana o'shanaqa vaqtlarda ham protsessorimiz o'rtacha grafikalarda, o'rtacha FPS da har qanaqa o'yinni ko'tarib bera oladi. Misol uchun PUBG Mobile'da 60 FPS ni to'liq ochib beradi. Bu o'rtacha FPS to'g'ri qanaqadir professional o'yin o'ynay olmaysizlar, lekin o'rtog'inglar bilan, yaqininglar bilan TDM, klassika, shunaqa nima desa bo'ladi, rejimlarda bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Lekin sizlarning maqsadinglar boshqami, qanaqadir turnirlarga qatnashmoqchimisizlar? Bu telefonimiz to'g'ri kelmaydi, chunki budjeti jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, bu это нормально. Agarda sizlarga turnirlar o'ynamoqchimisizlar, bu telefonimizni emas, boshqa budjet tomonlama qimmatroq telefonlarimiz maslahat beraman, chunki bu telefonimiz o'rta budjetdagi va qanaqadir professional turnirlarga mos kelmaydi. Lekin o'zimizni oddiy rejimlar bo'ladi, обычный prям klassika, TDM, mana shunaqa rejimlarda o'rtacha grafika, o'rtacha FPS da ta'minlab beradi. Bu albatta telefonimizni narxiga juda ham yaxshi. Sababi shuncha imkoniyatlarni 3 million so'm atrofida bemalol sotib olsanglar bo'ladi. 128 talik pametini, lekin bu yetmaydi menga desanglar, 256 taligini примерно ozgina pul qo'shasizlar, yana bemalol sotib olsanglar bo'ladi. 3,5 million atrofida yoki yana ozgina qo'shishga to'g'ri kelib qolar, rangiga qarab keldik. Agarda videomni oxirigacha ham tomosha qilib, sizlarga manfaati tekkan bo'lsa, sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, men o'zimning maqsadimga erishdim. Har doimgidek o'zinglarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa obzorlar qilib gaplashib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.